Nimaga ayol kishini himoya qilishimiz kerak? Nimaga ayol kishi himoya qilinishi kerak? Nimaga u boshqarilishi kerak? Nimaga u boqilishi kerak desa, mana jamiyatga qarang. Moddiy qiyinchilik bo'lgan paytda erkak kishi ko'chaga chiqadi. Erkak kishining vazifasi ishlaydi. Har kunga o'zini soladi. Shu ro'zg'orimni tebrataman. Hattoki jismoniy qiyin mehnatlarni ham qiladi. Pul topaman, shu kunimni o'tkazaman. Arava tortib bo'lsa ham pul topib keladi. Lekin ayol kishi shunaqa holatga tushib qolsa-chi? Ayol kishi moddiy qiynalib qolsa, ko'chaga chiqadi. Nima qiladi ayol kishi? Hammasi ham emas. Gap egasini topadi doim. Ayol kishi har xil ish qilib ko'radi. Lekin oxiri borib nima qiladi ayol kishi? Desa, ayol kishi hammasi ham emas albatta. Tanasiga taqaladi doim. Ayol kishini qayerdadir ishi bitsa, mayli u o'sha fohishalik qilmayotgandir yoki yomon ish qilmayotgandir, tanasini sotmayotgandir. Lekin ayol kishi qayerdadir nimadir ishi bitib ketayotgan bo'lsa, ko'p holatlarda, doimiy emas. Erkaklardan mard bo'lib ishlab halol yurgan ayollar bor. Gap bu haqda emas, gap egasini topadi. Borib tanasiga taqaladi. Shunaqa ayollar borki, boshqa ish qiladi misol uchun. Qayerdadir ishi bitib ketadi, ko'chada ishini bitkazib yuradi. Sababi nimasi? Erkaklarga suzilish, tanasi borib o'shanga taqaladi xullas. Shuning uchun ham himoya qilinishi kerak ayol kishi. Erkak kishi shuning uchun ham himoya qilish kerak. Hamma o'zini vazifasini to'g'ri qabul qilish kerak. O'zgarmas qoida bu. Erkak u, ayol. Bu hech kim o'zgartira olmaydi bu.